Urush izlari hanuz sezilib turgan Suriya bo'ylab safarimiz davom etmoqda. Xavfli davlatlarga kelgandan keyin Suriyadagi o'zbeklar bizga ko'plar yozishyapti. Urush tugagan Suriyada bugun hayot qanday? Biz Damashqning qadimiy ko'chalariga yo'l oldik. Ichkarida payg'ambar maqbarasi, noyob xazina gumbazi va ulkan Qur'oni Karim saqlanayotgan maskanga kirdik. Uni ko'rish uchun ziyoratchilar navbat bilan yaqinlashib, hurmat bajo ko'tarishmoqda. Eng zo'r joyi, hozircha joyi Qur'oni Karim kitobini katta nusxasi. Va eng asosiy joyini hozir biz kelyapmiz. Ya'ni bu yerda kimning qabri? القبر قبر يحيى من سيدنا يحيى سيدنا يحيى Endi qo'l bilan ko'rsatib arqamda o'sha Qur'oni Karimni yo'qotdi. Qarang, toshqinchasi gapiryapman, yo'qotdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotganingiz haqiqatan ham bugungi Suriyami yoki voqealik butunlay boshqachami? Urush izlari hanuz sezilib turgan Suriya bo'ylab safarimiz davom etmoqda. Ayrim hududlarda vayron bo'lgan binolar, o'q izlari, qolgan devorlar va yillar davom etgan mojaroning asoratlari ko'zga tashlanadi. Biroq shunga qaramay bu yurtda hayot to'xtamagan. Odamlar mehnat qilmoqda, savdo qilmoqda, farzandlarini maktabga yubormoqda. Hayot o'z yo'lida davom etmoqda. Damashqning qadimiy ko'chalarida yurar ekanmiz, Gavjum bozor yonidan o'tib kutilmaganda dunyoning eng mashhur tarixiy masjidlaridan biri qarshimizda namoyon bo'ldi. Bu Umaviylar masjidi, ya'ni Damashqdagi buyuk masjid. Atrof odamlar bilan gavjum edi. Mahalliy aholi, sayyohlar va ziyoratchilar bu muqaddas maskanga tinimsiz kirib chiqib turishardi. Bu masjid dunyodagi eng qadimiy va eng yirik masjidlardan biri hisoblanadi. Damashqning qadimiy shahar qismida joylashgan ushbu inshoot nafaqat musulmonlar, balki butunlay insoniyat uchun bebaho me'moriy va tarixiy meros sanaladi. Masjid hovlisiga kirganimizda ko'zimiz darhol markazdagi o'ziga xos gumbazga tushdi. Bu Qubbat al-Hazna, ya'ni xazina gumbazi deb ataladigan tarixiy inshoot. Oston emas. Sababi xavfli davlatlarga kelgandan keyin hozir tinchlik guruh anaqasi va lekin eng qizig'i bizga ko'plar yozishyapti. Suriyadagi o'zbeklar. Ular bilan aloqani sal ushlab turaman. Ushlab turaman degani, ya'ni yetishsangiz o'sha. Ertaga baribir bizni suhbatga chaqirishadi. Kim bilan muloqot qildingiz? Kim sizni olib yurdi degan narsalar ko'p bo'ladi. Biz buni bilamiz, shuning uchun mana shu muammolardan qochish uchun biz hukumat bergan tarjimon bilan yuramiz. Sababi bugun Shavkat Miromonovich prezidentimiz Iroq va Suriya bilan aloqalarni o'rnatishdi. Aytganda, Savdo sanoat palatasidan vakillar kelishdi O'zbekistondan bu yoqqa. Buni o'zi, ya'niki biz diplomatik aloqalarni o'rnatyapmiz, do'stlikni tiklayapmiz va shuning uchun ertaga agar biror bir inson bizga aloqaladigan bo'lsa, biz aytishimiz mumkinki, marhamat, biz hukumat tomonidan nima qonunlari bo'lsa hammasini rioya qildik deb. Mana arqamda bu ayollar uchun va men turgan joy bu erkaklar uchun. Bu qonun. Hurmat qilamiz. Har bir o'zining qonuni bor. Ayollar o'sha bo'limda hozir anaqasi bilan arqa tarafimda ular orom yoydi va bu tarafda erkaklarimiz.
Masjid devorlariga ishlangan mozaik naqshlari alohida e'tiborni tortadi. Ularning har biri o'z davrining yuksak san'at namunasi hisoblanadi. Murakkab geometrik bezaklar va tabiat manzaralari uyg'unligi bu maskanga o'zgacha salobat bag'ishlaydi. Eng qizig'i qattiq shamol. Lekin yosh bolalar oilalari bilan kelishib xuddi masalan o'xshadim Eronda masjidlar mana shunaqa. O'shanda ko'rdimki, Eronda va bu yerda ham ko'ryapman o'sha masjidga ayollar ham kirishini. Men kamdan kam ko'raman masjidlarda. Ayollar kirayotganini va endi har bir insonning o'zini har bir anaqani mazhabi, tartib qoidasi bor, qonun qoidasi bor. Shuning uchun ana shunaqa. Va eng qizig'i turist politsiyasi va bizlar bilan salom alaykum. Bular chog'im yevropeylar. Va biz hozir mana juda chiroyli joy ekan. Ammo bu masjidning eng muqaddas maskanlaridan biri uning ichkarisidagi oq marmardan bunyod etilgan maqbaradir. Juda chiroyli chizilgan ekan. Mana shu devorlarini men biroz video olmoqchiman. Eshikdan kiratsam, qayerda san shetaman. Mabodo yoringda qurol yo'qmi? Siloh yo'qmi? Keyin kuldim. Qayerdan menda siloh? Ichkariga kirganimizda esa yana bir noyob manzaraga duch keldik. Bu yerda ulkan hajmdagi Qur'oni Karim nusxasi saqlanar ekan. Uni ko'rish uchun ziyoratchilar navbat bilan yaqinlashib, hurmat bajo keltirishmoqda. Eng zo'r joyi, hozircha joyi. Qur'oni Karim kitobini katta nusxasi. Bu yerda ayollar ham bor ekan. Faqat ayollar o'rta joydan kirilar ekan. Yo'q. Ayollar narigi tarafda ekan. Bu ham xuddi shunday bo'lib anaqangan, ya'ni bo'lib qo'yishgan anaqasi bilan. Ayollar narigi tarafda, erkaklar bu tarafda. Mana boshlaymiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah alazini anzala ala al-amda wal al-kitaba wal lam yajmalu lahu ajalan debdi. Yana kelib joyini qo'ydik. Alhamdulillah allazi anzala ala al-amda wal al-kitaba wal lam yajmalu lahu ajalan. Ma benim pastda yozuv bor ekan, lekin yozuvni yaxshi ko'rsatib bermayapti. Asosiy joyini oldim men. Masjidning minbari ham nihoyatda nafis ishlangan. Yog'och, o'ymakorligi va bezaklari islom me'morchiligining yuksak namunalaridan biri ekanini ko'rsatadi.
bizda Qur'oni Karimda hifz qilyapti, ya'ni yodlashyapti. Sherik esa tekshirishyapti, qanday qilib o'qir ekan deb. Va eng asosiy joyini hozir biz kelyapmiz. Ya'niki bu yerda kimning qabri? القبر قبر يحيى من سيدنا يحيى سيدنا يحيى Hozir internetga kirib chiqalaymiz, kimning qabrligini ko'ramiz. O'tirib qiziq to'g'rimda ko'p ayollar bor. Shundan qochaman deyman-da baribir. Ya Allohim. Islom rivoyatlariga ko'ra bu yerda Allohning payg'ambarlaridan biri Yahyo ibn Zakariya alayhissalomning maqbarasi joylashgan. Shu bois bu masjid musulmonlar uchun alohida ziyoratgoh hisoblanadi. Masjidning har bir qismi o'ziga xos go'zallikka ega. Ayniqsa baland shift ostidagi bezaklar, ustunlar va ulkan arklar insonni hayratga soladi. أنا أعرف أنا أجنبي. كيف راسك ما سامع غير ما نقول ما أنا مخرج لي ما Masjidda shunaqa qonunni hurmat qilish kerak. Aytadi-yu, чужой монастырь своим уставами заходит. Shuning uchun biz bu yerdan ham video olmoqchimiz. Qur'oni Karimda juda chiroyli ekan. Asrlar davomida saqlanib kelinayotgan me'moriy uslub bugungi kungacha o'zining ulug'vorligini yo'qotmagan. Mana bu xijolat bo'lgan bola. Ey Allohim. Endi qo'l bilan ko'rsatdim, arqamda o'sha Qur'oni Karimni yod olibdi. Qarang, Toshkentcha gapiryapman, yod olibdi. Yod olmoqda. Qishloq avlodlarini ko'rsam, "Ratto" deydi. Toshkentga olib keting-a deb qo'yadi. Va eng qizig'i, masjidga odamlar uxlagan ham kirishar ekan-da. Mayli, bunga joyi yo'q anaqasi bilan va kirib nima deydi? Mas'ul odam kirib hadarakalayib, masjidda uxlamaydi. Masjidga odam o'sha anaqasini qiladi, amalini qiladi, kelgan namozini o'qiydi, nima qiladi. Sizlar nima uxlayapsizlar deb anaqa qildilar. Endi aytmoqchi bo'lganim, boya kimdir men bilan anaqa qilish mumkin. Menda shunaqa holat bo'lganki, men Checheniya davlatiga borganimda pulim почти kam qolgan, yo'l kira qolganda va kechqurun kirib masjidda uxlaganman. Hozir ba'zi bir insonlar aytishi mumkin, "Mana degan siz nima deyapsiz?" Odamlar shunaqa ajoyib g'aroyib odamlar ko'p, xato qiladiganlar ko'p. Va eng qizig'i mana krossovkam qolgan ekan. Qolgan, o'g'irlab ketishmaydi. O'g'irlab ketishmaydi. Tashqari shamol, zo'r havo, uxlaydigan havo, vaqtida dam oladigan havo. Safarda bo'lganim uchun nimadir uyqum kam.
Oraya 6 soat, 5 soat uxlayman. Keyin bir uyqum keladi, keyin bir qochadi. Assalomu alaykum. Tarixchilarning yozishicha, aynan shu yerda masjidning muhim hujjatlari, vaqf yozuvlari hamda qimmatbaho buyumlari saqlangan. Shu sababli u xazina gumbazi nomini olgan. 8 qirrali shaklda qurilgan bu inshoot nafis marmar ustunlar ustida qad rostlagan. Tashqi devorlari esa rang-barang mozaikalar bilan bezatilgan bo'lib, oradan asrlar o'tganiga qaramay, hanuz o'z jozibasini yo'qotmagan. Shu bilan birga safar davomida yana bir narsaga amin bo'ldik. Biz bu yerda mahalliy insonlar tomonidan allandik. Ya'ni masjid yonida rasmga olib qo'yamiz deb aldashdi. Bir dona rasm uchun narx aytilib, bir necha rasm olindi va hammasini sotib olishimizni aytishdi. Bu haqiqiy aldov emasmi? Eng qizig'i bizdan hozir. Aldashdi, mayli, aldashgan bo'lsa, nafasi bo'lar. Va bir dona surat meniki 20 ming deyishdi. Bu salkam rasam qancha? Bu degani salkam $1 oshiq anaqasi bilan $2 qarab boradi. Shunday qilib bizda alashganini sal sezyapman. Bitta rasmni 20 ming Suriya nafasida olishdi va biz 14 rasmga tushdik. Va biz qancha to'ladik? 280 ming to'ladik. Ular pulida. Mayli, hisoblab bersin. Bildik biz halol deb qo'yishdi. Lekin ba'zan dinda o'rtaga qo'shishib mana shu harakatlari yoqmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda va ayrim videolarda Suriya haqida tarqalayotgan ayrim tasvirlar bugungi voqelikni to'liq aks ettirmaydi. Albatta, urushning og'ir izlari bor, ayrim hududlarda hanuz tiklanmoqda. Ammo Damashq ko'chalarida bozorlar ishlayapti, masjidlar ochiq, odamlar ibodat qilmoqda, bolalar kulmoqda. Damashqdagi Umaviylar masjidi shunchaki tarixiy obida emas, u asrlar davomida saqlanib qolgan buyuk sivilizatsiya, islom me'morchiligi va ma'naviy merosning yorqin timsolidir. Urushlar, sinovlar va og'ir davrlarni boshdan kechirgan bu yurt bugun asta-sekin tiklanmoqda. Suriyaga safar davomida ko'rganlarimiz yana bir bor shuni anglatadiki, tarixni faqat suratlar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi lavhalar orqali emas, balki o'z ko'zingiz bilan ko'rib, voqelikni joyida his qilgan holda anglash mumkin. Damashq esa bugun ham o'zining qadimiy ruhi, ulug' masjidlar va mehmondo'st odamlari bilan yashashda davom etmoqda.